Evakuatsiya, tezroq binoni tark etinglar. Tezroq. Ketamiz. Tezroq bo'linglar. Xonim, menga yordam bering, iltimos. Yo'q. Binoni tark eting. Hamma tashqariga chiqsin. Tezroq. Hech kim qolmasin. Tashqariga. Bo'pti, oshna. Seni bu yerdan olib ketaman. Xo'sh. Mana shu nima qilsam ekan? Nima qilaman? Nima qilay? Xo'sh. Nima qilaman? Kapral, ketdik. Menga qara. Agar hushingga kelmoqchi bo'lsang, hozir ayni paytda. Tushuntira oldimmi? Hozir. Iltimos og'ayni menga belgi ber. Nima qilay? Bino qulayapti. Chekinamiz. Hamma bo'linmalarga chekinamiz. Tezroq ketish kerak. Jin ursin. Tezroq ketamiz. Tezroq. Yo xudoyim. AMC namoyish etadi. Andrew Lincoln, John Barenthal, Sarah Wayne Kellis, Laura Holden, Jeffrey Damoon, Steven Yeun, Chandler Riggs. G'oya muallifi Frank Darabont, Robert Kirkman, Tony Moore va Charlie Adlard komikslari asosida suratga olingan. Manqurtlar olami. Daryl, panaqal. Voy. Kim bor? Eshiklarga qarang, zombilar yo'qmi? Eshiklarga qarang, zombilar yo'qmi? Hoy. Zararlanganlar bormi? Bittasi bor edi. Omon qolmadi. Nima kerak? Imkon. Hozirgi kunda bu juda ham tansiq. Buni bilaman. Hammadan qon tahlili olaman. Bu kirish uchun to'lov. Bu mumkin. Agar biror nimani olib kirish kerak bo'lsa, hoziroq olib keling. Eshik yopilsa keyin ochilmaydi. White, asosiy eshikni yop. Bu yerdagi elektrni o'chir. Rick Grimes.
Doktor Edwin Jenner. Doktorlar doim o'zi bilan qurol olib yuradimi? Bu yerda ko'p olib turibman. Ko'rinishingizdan beg'uborga o'xshaysizlar. Sendan tashqari. Senga ko'z quloq bo'lishga to'g'ri keladi. Yer ostidamizmi? Klaustrofobiyangiz bormi? Biroz. Bu haqda o'ylamaslikka harakat qiling. White, katta xonaning chirog'ini yoq. Beshinchi bo'limga xush kelibsiz. Boshqalar qayerda? Doktorlar, xodimlar. Bir o'zimman. Boshqa hech kim yo'q. Kim bilan gaplashyapsiz? Voy. Voy. Mehmonlar bilan salomlash. Ularga xush kelibsiz deb ayt. Salom mehmonlar. Xush kelibsiz. Faqat o'zim qoldim. Afsusdaman. Bunda nima ma'no? Agar zararlangan bo'lsak, isitmamiz chiqardi. Sizlarni kiritib hamma qoidalarni buzdim. Hech bo'lmaganda tekshirishga ruxsat bering. Hammasi joyida. Nima bo'ldi? Bir necha kundan beri tuz totmagan. Hech kim ovqatlanmadi. Juda soz. Bilasizmi? Italiyada hatto bolalarga kechki ovqatda ozgina sharob berishadi. Fransiyada ham. Karl Italiyada yoki Fransiyada bo'lganda keyin tatib ko'radi. Nima bo'pti? Bir ichib ko'rsin. Qani? Nima? Ishla bolakay. Voy, nordon-ku. Barakalla. Unda ichma. Mazasi yomon ekan. Judayam. Oshna, yaxshisi gazli suv ich. Xo'sh, Glen. Nima? Ich oshna, yuzing qanchalik qizarishini ko'rmoqchiman. Menimcha mezbonimizga munosib minnatdorlik bildirmaganga o'xshaymiz. Shunchaki mezbon emas, Sen sen uchun. uchun. Siz uchun doktor. Siz uchun doktor. Rahmat. Bu yerda nima bo'lganini qachon aytib berasiz, doktor? Boshqa shifokorlar, hamma narsani aniqlab berish kerak bo'lganlar qayerda qolishdi? Bu bizga juda qiziq. Biz nishonlayapmiz, Sheyn. Bu haqda keyin gaplashamiz. Bir daqiqa. Axir biz bu yerga shuning uchun kelganmiz-ku. Hamma savolga javob topmoqchi eding-ku. Buni o'rniga esa uni topdik. Birgina odamni, ha? Nega? Savol. Vaziyat og'irlashganda ko'pchilik ketib qoldi. Jo'nab ketishdi. Oilalari yoniga. Vaziyat bundan battar yomonlashganda, qo'shin bostirib kelganda boshqalar ham qochib ketdi. Birdaniga hammasimi? Yo'q. Ko'pchiligi ostona xatlab keta olishmadi. Ular boshqa chorasini topishdi. O'z joniga qasd qilish kuchaydi. Bu dahshatli edi. Siz ketmadingiz. Nega? Men shunchaki ishlashda davom etdim. Nimadir qila olaman deb umid qildim. Oshna, xursandchilikni beriga tepding. Markazning ko'p qismi quvvatsiz qolgan, turar joylar ham. Shu yerga joylashishga to'g'ri keladi. Divanlar juda qulay, agar xohlasangiz yig'ma karavotlar ham bor. Yo'lak bo'ylab esa dam olish xonasi bor, bolalar xursand bo'lishadi. Faqat o'yin qurilmalarini yoqmang, maylimi? Asosan har qanday elektr jihozlarni xuddi shu narsa yuvinishga ham tegishli. Issiq suvni tejang. Issiq suv? Aynan shunday dedi.
Alaysan. Andrea? Mana shunday, ancha yengil tortasan. Tozalanib ol. Yo xudo. Hammasi tugadi. Me'yordan ortiq ichganda shunaqasi bo'lib turadi. Gap sharobda emas-da. Ko'ryapsanmi, hammasi tugadi. Hech narsa qolmadi. Ko'rmayapsanmi? Tushunaman, tushunaman. Hamma narsani boshdan boshlash imkoniyati ham bor. Ey xudo, Dale. Jennerning yuzini ko'rdingmi? Unda meni eshit. Hammasi tugadi. Tahlil qanday? Kutilmagan hodisalarsiz. Rahmat aytishga keldim. Allaqachon aytib bo'lding. Yaxshimisan? U yer qandayligini bilmaysan. Tashqari qandayligini umuman bilmaysan. Shunday bo'lsa kerak deb o'ylaysan, lekin unday emas. Hammamiz o'sha yerda o'lardik. Bu faqat vaqt masalasi edi. Ularning soni juda ko'p. O'g'lim, xotinim. Aslida ularga hech qachon o'ylaganlarimni aytmaganman. Men hatto shama ham qilmadim. Ichimga yutdim. O'zimni majburlab, bor kuchim bilan ushlab turdim. Bilasanmi, ularga dalda berdim. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qiziq kitoblar bormi? Bir necha yil davomida o'qish uchun yetarli. Mayli, bolalar uxlash vaqti bo'ldi, borib ibodat qil bolam, xo'pmi? Men birozdan keyin boraman. Yur. Bu kecha miriqib uxlasak bo'ladi. Haqiqiy mo'jiza. Voy xudo, qo'rqib ketdim. Senga bir gap aytaman va meni tinglaysan. Hozir vaqti emas. Qo'ysenchi, qachon bo'ladi unda, ha? Nega menga bunday munosabatda bo'lyapsan? Hazillashyapsanmi? Menga erim o'ldi deganding. Senga yolg'on gapirmadim, aldamadim. U yerda nima ko'rganimni bilasanmi? Ha, to'xta. Hamma aqldan ozgandek edi. Odamlarni to'g'ridan-to'g'ri yo'lakda otib tashlashdi. Qirg'in boshlandi. Hamma joyda o'liklar yurardi. Shunga tashlab ketdingmi? Hamma qochib ketdi. Shifokorlar yo'q edi. Faqatgina men qoldim. U uskunaga ulanganida nima qilishni bilmadim. Uning yuragini tinglashga harakat qildim, lekin hech narsa eshitmadim. Balki otishma tufaylidir, bilmayman, ammo u tirik qolishiga umid yo'q edi. Lekin omon qoldi. Ha, lekin keyin sizlarga g'amxo'rlik qilishim kerak edi. Sen haqingda, Karl haqida, hamma haqida. To'g'rimi? Hamma. Seni o'g'ling bilan Atlantaga olib ketishim kerak edi. Ha, shunday ekan bo'ldi qol. Agar uni o'lganiga ozgina shubhang bo'lganida, ketishga rozi bo'larmiding? Shunday qilib,
Hayotingizni saqlab qoldim. Agar u bilan o'rnimni almashtirish mumkin bo'lganida, almashgan bo'lardim. Hoziroq desa, hozir almashardim, chunki men seni sevaman. Yo'q, men seni sevaman. Seni sevaman, eshityapsanmi? Sen ham meni yoqtirishingni bilgandirsan. Agar shunday bo'lmaganida, biz bilan bu sodir bo'lmagan bo'lardi, to'g'rimi? Sodir bo'lmasida, meni eshit. Sen meni sevasan, to'g'rimi? Menga tegma. Meni sevasan. Bu yerda hech kim yo'q. Nima? Endi qo'rqmasak ham bo'ladi. Bu yerda xavfsizmiz. Shunday. Xayrli tong. Xayrli tong. Boshingiz og'riyaptimi? Onam shunday bo'lishini aytgandilar. Oying to'g'ri aytibdi. Onasi doim haq. Quymoq. Kukundan bo'lsa-da, lekin men harakat qildim. Ishonchim komilki, siz haqiqiysidan farqlay olmaysiz. Qani marhamat. Buni qayerdan olding? Janar berdi. Menga bir juft ber. Menimcha bu bizga yordam beradi. Rahmat. Ayniqsa ba'zi birlarga. Hech qachon yana ishga ruxsat bermang, iltimos. Salom. 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 Sen ham o'zingni menga o'xshab yomon his qilyapsanmi? Bundan ham battar. Senga nima bo'ldi? Bo'yningga qara. Tushimda tirnalganga o'xshaydi. Oldin bunday emasding-ku. Ha. O'zimni o'zim tanimayapman. Xayrli tong. Salom, doktor. Salom. Sizni ertalabdan savolga ko'rmoqchi emasman, lekin shunga qaramay savol berasizmi? Biz bu yerga quymoq yegani kelmaganmiz. Voy, 19-tasmani yoqib ber. 19-tasmani yoqamiz. Buni ko'rish hammaga ham nasib etmagan. Deyarli hech kimga. Bu miyami? G'aroyib miya. Endi buni ahamiyati yo'q. Bizga ichki qismdan kattalashtirib ber. Kattalashtirish. Bu qanday nurlar? Bu insonning hayoti, uning tajribasi, xotiralari, hammasi shu. Bu nurlarning ichida sizning shaxsingiz yashiringan bo'ladi. Sizni noyob qiladigan jihat mana shunda. Ya'ni insoniylik omili. Qandaydir tushunarsiz gaplar. Bu sinapslar, miyaning elektr impulslari. Ular ma'lumotlarni saqlaydi. Ular insonni tug'ilgandan to o'limiga qadar o'ylagan yoki qiladigan hamma narsani belgilaydi. O'lish onigacha. O'lim jarayoni shumi? Ha. Yoki aksincha, bu jarayonning qayta tiklanishi. Bu odam o'lganmi? U kim?
Sinovdagi 19-odam. Bittasini tishlab olishdi. U esa ko'ngilli bo'lib, bizga yordam berish uchun o'zini qurbon qildi. Butun jarayon yozib olinishi uchun. Voy, butun jarayonni boshidan ko'rsat. Jarayonni boshiga o'tkazaman. Nima bu? U miyani xuddi meningit kabi zararlaydi. Avval buyrak usti qon ketishi, keyin miya ishlamay qolishi, undan keyin asosiy organlarning ishdan chiqishi. Va nihoyat o'lim. Siz bo'lgan yoki bo'lishi mumkin bo'lgan hamma narsa yo'qoladi. Bu jin bilan sodir bo'lganmi? Ha. Ikki kun oldin u yaqinidan ayrildi, singlisidan. Men ham yaqin insonimni yo'qotdim. Qanday og'irligini bilaman. Voy, ikkinchi jarayonni boshiga qayt. Ikkinchi jarayonning boshiga qaytaman. Qayta tiklanish vaqti har xil bo'lishi mumkin. Ham bizga 3 daqiqa vaqt ichida bo'lgan holatlarni ham aytishgan. Eng uzoq vaqt 8 soat. Bu holda jarayon 2 soat, 1 daqiqa va 7 soniya davom etdi. Infeksiya miyani qayta ishga tushiradimi? Yo'q, faqat miya poyasini. Bu tananing ko'tarilishiga harakat qilish imkonini beradi. Ammo ular tirik emas. Buni siz ayting. Hammasi avvalgidek emas. Miya deyarli qora rangda. Qora jonsiz, u o'lgan. Frontal miya, neokorteks qismi, barcha eng muhim qismlar tirilmaydi. Shaxsiyatni belgilovchi qismlar. Faqat ko'r-korona boshqariladigan bir qobiq qoladi. Yo xudoyim, bu nima edi? U bemorning boshiga o'q uzdi. Shundaymi? Voy, asosiy ekranni va kompyuterlarni o'chir. Bosh ekran va kompyuterlarni o'chiraman. Bu nima ekanligini bilmaysiz. Shunday emasmi? Balki bu mikroblardir, viruslar, parazitlar yoki zamburug'lar. Yoki xudoning jazosi. Balki. Ammo kimdir nimanidir bilish kerak. Kimdir, qayerdadir. Boshqalar ham bor, to'g'rimi? Boshqa markazlar. Ehtimol menga o'xshaganlar bordir. Kim bilsin. Lekin buni bilmaysizmi? Nega bilmaysiz? Hammasi parchalanib ketdi. Aloqa tizimi, buyurtmalarni uzatish, deyarli bir oydan beri hech kimdan xabar yo'q. Demak, boshqalarda ham shunday degani. Boshqa joyda hech narsa qolmadimi? Umumanmi? Shuni aytmoqchimidingiz? Shundaymi? Yo'q, Parvardigor. La'nati yana mast bo'lguncha ichaman. Doktor, sizni tushunaman. Juda qiyin ahvoldasiz. Battar chalg'itish niyatim yo'q, lekin bu soatlar orqaga aylanyaptimi? Raqamlar 0 ga yetsa nima bo'ladi? Shunisi qiziq. Bu generatorlarda yoqilg'i tugashini anglatadi. Keyinchi. Voy, generatorlar o'chirilgandan keyin nima bo'ladi? Generatorlar o'chirilgandan so'ng xonalar to'liq sterilizatsiya qilinadi. Sterilizatsiya bu nima degani? Jennerni jim bo'lib qolgani menga yoqmayapti. Shunchaki ketib qoldi. Unga nima bo'lgan? Yo'q, rostdan ham. U aqldan ozganmi yoki qandaydir giyohvandmi? Ana bu yerda. Sen u yerni tekshir. Sen?
Sheyn. Bu bo'sh. Avariya holatida yorug'lik ishga tushdi. Bu yana nimasi? Yigitlar, chiroqni sizlar o'chirdingizmi? Yo'q, o'zi o'chdi. Nimadir topdingmi? Ha. O'chib qolgan generatorlar to'plamini, bo'sh bochkalarni sanog'i yo'q. Faqat bitta shu qolgan bo'lishi mumkin emas. Oyi, nimadir bo'ldimi? Yo'q, shunchaki havo aylanmay qoldi. Men bu vaqt ichida qo'limdan kelganini qildim. Men bilan faxrlangan bo'larding degan umiddaman. Biz har doim hali vaqt bor deb o'ylaymiz. Keyin untugab qoladi. Nega havo aylanmayapti? Yorug'lik yo'q. Nima gap? Nega hamma narsa buzildi? Elektr energiyasini sarflashning ustuvor yo'nalishlari tizimi ishga tushirildi. Nega havo ustuvor emasmi? Yorug'likchi. Buni men hal qilmayman. 5-bo'lim o'zini o'zi yopyapti. Nega havo ustuvor emas? Yorug'likchi. Bu nimani anglatadi? Sen bilan gaplashyapman. O'zini o'chirish nimani anglatadi? Ko'rasiz. Rik, Jenner, nima bo'lyapti? Tizim barcha muhim bo'lmagan tizimlarni o'chiradi. Kompyuterlar oxirgi soniyagacha ishlaydi. Jarayon to'liq o'chirishdan yarim soat oldin boshlanadi. Jadval bo'yicha. U fransuzlar. Fransuzlar edi. nima? Ular eng uzoq davom etishdi. Biznikilar eshiklarni to'sib, yo'lakda o'zini o'zi o'ldirgan paytda ular oxirigacha laboratoriyada o'tirishdi. Yechimga yaqin qoldik deb o'ylashdi. Ularga nima bo'ldi? Xuddi shu yerda bo'lganidek. Quvvatsizlanish. Hammasi tugadi. Butun dunyoda elektr quvvati tugayapti. Buni tasavvur qilyapsizlarmi? Bilasanmi, jahannamga ketasan hozir. Sheyn, bo'ldi qil. Lori, narsalaringizni yig'ing. Hamma narsasini olsin. Hoziroq ketamiz. Bo'pti. Nima bo'ldi? Nima bu? Tozalashga 30 daqiqa qoldi. Doktor, nima bo'lyapti? Rikni eshitdingizmi? Narsalaringizni olib ketinglar. Tez ketdik, tezroq. Yo'q. Bizni qamab qo'ydingizmi? Shunchaki bizni qamab qo'ydi. Biz yarim soatlik belgidan o'tdik. Men yozyapman. Karl, oyi! Yolg'onchi ablah. Yo'q, kutib turing. Jenner bizni chiqarib yubor. Voy, bo'ldi, qil, kerak emas. Ablah! Shoshma, o'zingni bos. Bo'ldi. Ablah. O'ldiraman. Jenner, darhol eshiklarni och. Endi foydasi yo'q. Hamma eshiklar qulflangan, barcha favqulodda chiqish yo'llari berk. Jin ursin, ularni och. Ularni men boshqarmayman. Kompyuter boshqaradi. Axir ogohlantirgandim-ku. Darvoza yopilsa qayta ochilmaydi dedim. Meni eshitmadinglar. Shunisi yaxshi bo'ladi. 28 daqiqadan keyin nima bo'ladi? Nima bo'ladi 28 daqiqadan keyin? Qayerga kelganingizni bilasizlar. Biz jamiyatni dahshatli yuqumli kasalliklardan himoya qildik. Qora chechak, Ebola. Bu viruslar yer yuzini yo'q qilishi mumkin edi. Buni tashqariga chiqarib bo'lmaydi. Hech qachon, tushundingizmi? Favqulodda elektr uzilishida
elektr uzilganda, masalan, terrorchilar buni amalga oshirsa yoki otishma bo'lsa, hech bir virus tashqariga chiqmasligi oldini olish maqsadida WoW himoyalangan. WoW? Nima u? Voy, nimaligini tushuntir. Yuqori impulsli kuchli termoportlovchi modda. Ikki fazali qurilma katta portlash to'lqinini hosil qiladi. Barcha ma'lum portlovchi moddalarga qaraganda ta'sir kuchi ancha kuchli. Yadroviy portlovchi moddalar bundan mustasno. Portlovchi moddalar ta'sirida havo 5-6 ming darajagacha qiziydi. Barcha tirik organizmlarni yo'q qilinishini kafolatlaydi. U havoga o't qo'yadi. Og'riqsiz. Barcha qayg'u va alamlar tugaydi. Pushaymonlar ham. Hammasi tugaydi. Ablah eshikni och! Yo'ldan qoch. Bu ishingizni oxiri voy, shunday bo'lgani yaxshi. Kimga? Barchangizga. Axir siz u yerda nima borligini bilasiz. Qisqa dahshatli hayot va og'riqli o'lim. Sizning singlingiz, uni ismi nima edi? Emi. Emi. Siz infeksiya bilan tanishsiz. Uni ko'rdingiz. Rostdan xotining va o'g'linga shuni ravo ko'rasanmi? Men buni xohlamayman. Hech narsa qila olmaymiz. Bekorga urinma. Bu eshiklar raketa zarbasiga bardosh beradi. Lekin seni boshingga emas. Hey. Darrov orqaga. Orqaga. Ablah. Sen rostdan shuni xohlaysanmi? Kecha, ertami, kechmi hammamiz baribir o'lamiz deganding-ku. Nima? Haqiqatdan ham shunday dedingmi? Shuncha gaplaringdan keyinmi? Umidni so'ndirmaslik uchun aytgandim. Umid yo'q. Umid doim bor. Hech qachon bo'lmagan. Balki bu yerda emasdir, lekin qayerdadir bor. Qayerdadir. Hammasi tugaganini tushunmayapsanmi? Unga quloq sol. U tushungan odam ekan. Bu bizni xotimamiz. Inson zoti yo'q bo'lib ketdi. Bizni bu yerda majburlab olib tura olmaysan. Bir soniya, millisekund og'riqni sezmaysiz ham. Qizim bunday o'limga loyiq emas. Axir yaqinlaringizni quchoqlab, vaqt o'tishini kutganingiz ma'qul emasmi? Ha? Shunisi eng zo'ri-ku. Yo'q, Sheyn. Yo'qol, Rik, ket. Eshikni och. Bo'lmasa boshingdan darcha ochib qo'yaman. Oshna, bu yechim bo'la olmaydi. Hech qachon chiqa olmaymiz. Sheyn, unga quloq sol. Juda kech. U o'lsa, hammamiz o'lamiz. Sheyn. Sheyn. Tugadimi? Tugatdingmi? Hammamiz o'lamiz. Menimcha aldayapsan. Nima? Umid yo'q deb yolg'on gapiryapsan. Agar shunday bo'lganida birinchi bo'lib aqldan ozgan bo'larding yoki oson yo'lni tanlarding, lekin ketmading. Qiyin yo'lni tanlading. Nega? Endi muhim emas. Muhim. Bu har doim muhim. Boshqalar qochib ketishdi, lekin sen qolding. Nega? Xohlaganim uchun qolmadim. Men va'da berganman. Unga, xotinimga. 19-ko'ngilli xotiningizmidi? U mendan oxirigacha ishlashimni iltimos qildi.
qanday qilib rad etishim mumkin edi? U o'layotgandi. Bu stolda men bo'lishim kerak edi. Men hech kimga kerak emasdim, ammo uning o'limi butun dunyo uchun yo'qotish bo'ldi. U bu yerni boshqarardi, men shunchaki ishchi edim. U bizni sohada Einsteindek edi. Men esa oddiy Edwin Jenner edim. U albatta nimadir qila olardi. Men esa yo'q. Xotiningda tanlov imkoni yo'q edi. Senda bor. Bu hammamizga kerak bo'lgan narsa. Tanlash imkoniyati. Tushunyapsanmi? Qarshilik ko'rsatishimizga imkon ber. Axir aytdim-ku, hammasi qulflangan yuqoridan. Men hech narsani ocha olmayman. Qani ketdik. Oldinga. Tezroq. Qani bo'linglar. Ketdik. Ketdik. Safiya, shoshil. Ketamiz, tezroq. Tezroq. Yugurdik. Bo'la qolinglar. Ketdik. Bu sening imkoniyating, foydalanib qol. Rahmat. Hozircha arzimaydi. Hey! Bizda 4 daqiqa qoldi, ketdik. Shoshilinglar. Yo'q, qolaman. Tezroq. Men qolaman. Nima? Qolaman, azizim. Aqldan ozganmisan? Yo'q, esim joyida. Nihoyat o'zimga keldim. Men Jim yoki Amy kabi o'lishni xohlamayman. Bahslashga vaqt yo'q. Ketishni xohlasangiz ketaveringlar. Shunchaki ketinglar. Ketinglar. Chido, og'ayni, ketdik. Tezroq, yur. Men ham qolaman. Andre, yo'q. Bo'ldi, yuguringlar, ketinglar. Ketdik. Andre, Emi buni xohlamasdi. U o'ldi. Sen esa ketishing kerak. Eshiklarni oching. Foydasiz. 1 daqiqa. Ochga harakat qiling. Xo'sh, endichi? Hozir. Tezroq. Ushla. Ey xudoyim. Yana nima bo'ladi? Vaqt deyarli tugadi. Daryl, ehtiyot bo'l. Chido. Yerga egil. Yo'q, xudoyim. Oyna sinmaydimi? Harik, menda bir narsa bor. Bu yerda tirnoq qaychisi yordam bermaydi. Kelgan kuning kiyimini yuvayotganimda shuni topdim. Bo'l. Bo'la qol. Yerga. Ehtiyot bo'ling. Yerga. Yot. Jinursan. Hamma yerga. Bo'pti. Sen yutding. Sen nima qilyapsan? Mayli dedim. O'zingni ko'rsatma, Dale. Hech narsa qilmayapman. Sen qolsang, men ham qolaman. U haq. Axir bizni tashqarida nima kutayotganini bilamiz. Men u yerda yolg'iz qolishni xohlamayman. Dale, ket bu yerdan. Bu yerda bo'lishingni istamayman. Ming afsus. Bunday qilish yaramaydi. Birovni hayotiga kirib, unga bog'lanib qolib shunchaki ketaverish yaxshi emas. Men qolaman. Vassalom. Qarorim qat'iy.
kelishyapti. Chiqib olishdi. Bo'la qol. Dale, egil, yerga yot. Orqaga! Hamma pastga! Yerga yot. Tura qol. Ketamiz. Bo'la qolinglar. Tezroq, tezroq, tezroq. If today was not a crooked highway, if tonight was not a crooked trail, if tomorrow wasn't such a long time, then lonesome would mean nothing to you at all. Yes, and only if my own true love was waiting, if I could hear her heart is softly pounding. Yes, and only if she was lying by me, and I'd lie in my bed once again. I can't see my reflection in the water. I can't speak the sounds to show no pain. I can't hear the echo of my footsteps or remember the sounds of my own name. Yes, and only if my own true love was waiting. Ushbu serial Max Film TV buyurtmasiga binoan Shavik Son studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Zilola Rahimova. Filmga aktyorlar Behzod Muhammadkarimov, Muhammadjon Xo'jayev, Nargiza Mirzayeva, Elbek Mirzohidov, Abduhay Otaxo'jayev ovoz berishdi. Dublyaj rejissyori Shavkat Abdujamilov, rejissyor assistenti Qobil Sobirov, ovoz rejissyori Quvondiq Abdullayev, muharrir Ismoil Mahmudov, loyiha rahbari Sarvar Alijonov.